topib qo'ydim-ku. Eng sifatli yumshoq mehki mebellar mana shu ekan, prime mebelda ekan. Hozirlik birinchi o'sha lokatsiyasini tushuntiraman. Nazarbekdan kevurish, bu yoq O'rizor bozoridan kevurish. Mana shu zdaniyani podulda ekan. Hozir kirib sizlar bilan sifatini, hamma mahsulotlar narxini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Hozir showroomga, aynan do'konga tushib oldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Eng qimmat sotilgan mana bunaqa ko'pchilik ramashka deydi buni. Bular 2300 mingdan sotishar ekan shu komplekt. Ko'rasizlar, sifati ideal. Keyin mana bunaqa mehkilar ham bor ekan. Keyin mana bu komplekt stullar qaranglar. 2300 ming ekan bu ham. Eng bularni yoqqani mana bunaqa raskramnoy deydi, nima deydi buni? Mehki mebellar ham bor ekan. Bular 3 million 100 dan ekan. Nechta pul ko'rgansizlar? Ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Bularda juda assortiment katta. Ko'rishingiz mumkin. Lekin kelib olib bosadigan joy. Mana bu yerda vasha premium modellari ham bor ekan. Eng hit bo'layotgan modellarda mana yangi chiqqan model ekan bu ham yaxshi. Mana model. Ko'ringlar, ideal turibdi sifat. Hammasi sifat. Narxlari ham cho'tki. Tez kelib qolinglar. Nomerligini pastda qoldiramiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, bosinglar.